Ahina, ahlan. Ko'chaga chiqsam shirin hid kelib tursin manda. So'raman. O'zi shirin qilmang-ku. Qo'shimchasiga shirin hid kelsa tinch o'zidachi. Вообще. Shokolad hid kelib turishi kerak. Ketdik sizlar bilan rezinka tachkamizni kiyamiz deb bozorga chiqamiz. Mana ko'chada ko'rib qolganlar. Shahzo, unaqa ekan demanglar. Men ko'chada shunaqa yuraveraman. Menga farqi yo'q. Xohlagan stilda, xohlaganimcha ketaveraman. Mana tapchkani qaranglar. Ketishimni qaranglar, tapchkada. Xuddi men anaqa qiladigandek. To'g'risi hamda. Bozorga tushib ketyapman yetmaganiga. Chiq. Xuddi bozorda meni kutib turgandek. Xullas, tepam iboli xayoli, tegim ornomus. Xullas, kakishda shunaqa. Ahlina ahlanamiz. Shunda ham cho'tki go'zalsiz deydi. Onani ketdi, o'zimni jonimda. Zarakka olib tushganimda. Yo'l pulda u kim yaxshi ko'rib qolsin deb tushmayman-ku, to'g'rimi? Tushunmayman bitta narsani. Toshkent shahrida turaman. Shu O'rizor odamlari shu sho'rtik kiysa hammasi neto qaraydi-da. Qolgan rayonda unaqa emas, bilmayman. Именно shu rayonda bilmayman. Hozir sho'rtikda ketyapman. Yarim mahalla menga qarayapti. Bu nimaga sho'rtik bilan qo'li yengi uzun narsa kiyib oldi deb. Bormi kiyaman deb, pulim yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, Shahzo, sening gaping to'g'ri deb turinglar. Chunki motivatsiya berib shuncha gapiryapman. Bilsanglar bilarsizlar, shu issiqda sizlar uchun zaryadkam uzilib ketgani uchun sizlar shular bilan uzilib qolmaydi deb men bozorga tushganman. Tinmasdan kimdir bilan gaplashib ketyapman. Hamma menga qarab qo'yapti. U kim bilan gaplashyaptimi? Anani qasimi, qarangga. Xullas, uyim orqasida gul turadi-ku. Anaqa. Rozi pishdi gul. Men bu yerdan olganman. 1.800.000 so'mga olganman. Ifloslar eng qimmatini menga yetishtirgan puli bor ekan deb. Uyimga fond bo'ladi deganman, lekin men bu narsalarni olishim kerak. Rasta chiroyli qaranglar. Qancha kreditim bor? Bilasizlarmi? Uyqum qatdan keladi. Xullas, men chala hofiz Shahzoda bitta zaryadchikka O'rizor bozoriga tushdim. Balkon qotaman. Ketib qolgan kot. Java xohlasangiz xuddi shunaqa dam beraman. Filchasi bunday qilib o'ynatib kiyib yurasiz. Shahzoda bor edi baxtimga deb. Xuddi meni erim bor-dek, Instagramimda faqat anaqa murskoy tursklar. Ko'ringlar. Uchida filchasi bor, xartumi bor, vibratori bor. Libboy xilidan bor Instagramimda. Har kun 24 ga 7 men tursk tomosha qilaman. Boshqa narsa yo'qdek. Mana azizlarimiz, sizlarga yangi fasonda tursklarimiz keldi. Murskoy, bu jenskiy turskmi deb oxirigacha tomosha qilsam, murskoy tursk bo'lib chiqadi. Orqasi mers, oldida filchasi bor, vibratori bor, yana nimadir bor, xullas.